Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli qadrli podpischilarimiz. Bugun 9-iyun. Hammangizga xayrli kun tilab qolamiz. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz hammasini ishlarini omad, kisalarini daromad. Demak, sizlarga Cherry ko'rsatamiz. Cherry Arizo 6 Pro degan mashina keldi. Batafsil tushuntirib o'tamiz. 2024 mashinamiz qora rangda. 6000 kilometr yuribdi benzinda. Rasxod ham kam bularni. 360 gradus kameralari bor. Qora svet, salondan qaranglar buni. Full pozitsiyasi, lyuklar ham bor. O'zim logotip tushib turadi eshikni ochgan vaqtda. Sideniya, chopper taraf sideniyasi elektronli bo'ladi ekan. Dizayni, ko'rinishi, barlari zo'r, puls kontrollari bor. Poliklari bor ya. Toza döşəlgan poliklar ham. Hammaga nasib etsin. Yaxshi mashinalarni minish do'stlar. Bir like bosib qo'yasizlar. Mana salon. O'zim kichkina paroqi bor, tendayna qizil-qizil. Mana arkadan görünüşü. Bagaj qismi ham keng. Hozir kameradan uncha keng ko'rsanmasligi mumkin, lekin keng mashina. Zo'r. Narxi 220 million so'm. Maliyasi bo'lsa ustida kelishtirib qaytib beramiz. Savdolash qilaverasizlar. Ko'proq marketda turadi. Yomg'ir dimjolli yog'ib boshladi. Qilaverasizlar.